Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, ustalar. Bizlarga kelib tushgan savollarga javob beramiz. Ya'ni qanday o'tgan ko'rsatuvlarda ishim ko'p savollarda birinchi sirli tortmayapmiz buni. Sizlarni yangi yupqa sirlida bitta qo'llanmasi tortiladi. Ikkinchi sirli buni beryapti. Qalinligini normal qoldirasiz. Javob olishcha qalin emas, yupqalar. Ya'ni bo'limiz chiqishi uchun o'ziga mana moslab olinadi. Mana birinchi sirli bo'lishini ko'rsatib beradi. Yana ikkinchi sirli ko'rsatib beradi. Bitta odam tortganda qurgandan keyin ikkinchi so'y beradi, ikkinchi gulni oldida urib ketaveradi bitta odam. Xohlasangiz kelmada, xohlasangiz shaybada bemalol uni uraverasizlar. Kelmada ko'pchilik qiynaydi. Mana misol uchun yangi kelma yopishib qoladi, qiynaydi. Tortganni tortib ochaverasiz yangi kelmani. Ishga kelmalar qiynamaydi, gulni uraveradi. Ba'zi o'sha ikkinchi so'yga ketyapti. Sergak bo'ladi. O'rganuvchilar uchun eng qulay yangi o'rganganlarga ishlaydi. Ushlamaydi. Qiynalmasa to'g'ri. Imkon qadar maydaroq gulni chiqartirgan chiroyli chiqaradi. Sifatga mana bu yerga ko'rib baho berasizlar. Nusuq buyurmasini sertifikat atatadi. Nisbat atatadi. Ba'zi aloqalarda bo'ladi. Eski xizmatlar materiallar zarur bo'lsa aloqa qilish nomerlar